Ushbu loyiha borligini ko'pchilik bilmas ekan. Bo'lmasam shu paytgacha sotilib ketgan bo'lardi. Yuksak qurilish kompaniyasining Soybo'yi loyihasi tinchlik, osoyishtalik, toza havoni beruvchi atmosfera. San'at saroyining shundoqqina yonginasida joylashgan. 36 ta xonadondan bor yo'g'i 12 tasi sotilibdi xolos. Keling hozir yaqindan loyiha bilan tanishamiz. Loyiha San'at saroyining shundoqqina yonginasida, orqadagi parkovkasining oldida joylashgan. 5 qavatdan iborat bo'lgan binoyimizda podval qismi va birinchi qavati noturar. Ushbu joylarimiz ijaraga beriladi. Tepasida esa naqd 36 ta xonadon bor. Ulardan bor yo'g'i 12 tasi sotilgan. 24 tasi sotuvda. Siz istalgan qavatdan hozirgi kunda xonadon tanlash imkoniyatiga egasiz. Soybo'yi turar joy majmuasida 37 kvadrat metrdan 80 kvadrat metrgacha 1, 2 va 3 xonali xonadonlar mavjud. Loyiha fasadi uchun oblitsovka g'ishtlardan foydalanilgan. Tashqi devorlar sifatli gazoblok, ichki perigorodkalarga esa pishiq g'ishtdan foydalanib qurilgan. Hozir istalgan qavatda uylar mavjud. Kadastrlari tayyor bo'lgandan so'ng qurilish kompaniya uylarini sotuvga chiqargan. Parkovkada o'ylanmasangiz ham bo'ladi. Hovli qismini kengligiga bitta e'tibor bering. O'zi 36 ta xonadon bor. Har birida bittadan avtomobil bo'lgan taqdirda ham eng kamida mana shu yerda 25 ta avtomobil uchun joy ko'ryapman. San'at saroyining parkovkasi ham yoningizda-ku. Xullas, parkovkani o'ylamasangiz ham bo'ladi. 2 podyezddan iborat bo'lgan ushbu loyihamizda birinchisida 4 ta xonadon bor, ikkinchisida esa har bir qavatda 5 tadan xonadon mavjud. Podyezd kengligiga bitta o'zingiz e'tibor bering. Kolyaska, velosiped, bu narsalaringiz hech kimga xalaqit bermasdan bemalol turishi mumkin. Pollar siyashka qilingan. Devorlarni shundoqqina qumsuvoq qilib tayyor qilib qo'yishibdi. Siz o'zingiz kosmetik remontlarni boshlab olsangiz bas. Har bir oynalarimiz panorama qilingan, akvaplast romlari o'rnatilgan 2 qavat oynalari bilan. Shovqindan, issiq sovuqni saqlashdan zo'r effekt beradi. Va eng qiziq joyi, har tong siz mana shu tinchlik, mana shu manzaradan guvohi bo'lib uyg'onishingiz mumkin. Yuksak qurilish kompaniyasining Soybo'yi loyihasidan xonadonlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lib, ularda xarid qilish uchun ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling.